Hazrat payg'ambarimiz qo'llarini ochib, ko'z yoshlari marvarid kabi birin-ketin to'kilgancha Allohga duo qildilar. Ummatimni asra, ummatimga achin, ummatimni kechir. Alloh taolo payg'ambarimizning tilidan eshitish uchun Jabroil alayhissalomga borib so'rachi, Rasulim nega yig'layapti ekan dedi. Jabroil alayhissalom Rasulullohning huzurlariga kelib so'radi, nega yig'layapsiz deb. Rasul akram hazratlari ummati uchun qayg'urganidan, ularning azoblanishlaridan qo'rqqani uchun yig'laganlarini aytdilar. Jabroil alayhissalom eshitgan